Hammaga assalomu alaykum. Bugun объемный analiz mana shu kanalimizdagi birinchi darsimizni inshaalloh yozishga qaror qildim. Bu kanalda o'zi faqat объемный analiz haqida video materiallar, darsliklar hamma narsa bo'ladi. Har bitta darsni yozish uchun o'ziga yarasha vaqt ajratish kerak, uni o'ziga yarasha mehnati bor. Video zapislari yoki montajlari kam vaqt ketmaydi. Shuning uchun mana shu kanalimizni rivojlanishi uchun sizlarning поддержкanglar kerak bo'ladi. Videoni maksimalli mana shu tradingga, объемный analizga qiziqadigan do'stinglarga yuboringlar. Kommentlarda izohlar qoldiringlar, layklar bosinglar. Kanalimizga подписаться qilib kuzatib tursanglar, inshaalloh mana shu qo'limdan kelgancha mana shu bilgan bilimlarimni sizlarga ulashib borishga harakat qilaman. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Bugun birinchi darsimiz объемный analiz nima o'zi? Объемный analizda nimalarni o'rganishimiz kerak? Mana shularni bir qator sizlarga tushuntirib o'taman va mana shu reja asosida darsliklarni qo'yib borishga harakat qilaman. Bismillah. Tay bo'lmasa boshladik. Xo'p. Объемный analizda o'rtoqlar, umuman объемный analiz emas, tradingda faqatgina eng bozorni yaxshi tahlil qilish usuli объемный analiz hisoblanadi. Nima uchun shunday? Chunki bozor ayni объемdan iborat. Narxning harakati bu talab va taklifning muvozanati hisoblanadi. Qisqacha ta'rif berib ketaman. Nima degani u? Misol uchun bozorda agar taklif ko'payadigan bo'lsa, ya'ni bir mahsulotni sotuvchisi ko'payadigan bo'lsa, bozor muvozanatlashtirish uchun, ya'ni ikkala tarafni tenglashtirishlik uchun bozorda narxlar tushadi. Nima uchun? Xaridorlar tomoniga harakatlanadi narx. Xuddi shu narsa agar bozorda talabning ko'payishligi, ya'ni bozorda xaridor ko'payishligi, bu yana bozor muvozanatga olib kelishga harakat qiladi va narxlar o'sadi. Nima uchun shunday? Mana oddiy misol uchun hayotiy misol keltiraman. Aytaylik, bozorga 100 ta iPhone keldi sotilishlik uchun. Lekin talabgor juda ham ko'p, ya'ni xaridor juda ham ko'p. Bu joyda muvozanat yo'q. Misol uchun 1000 ta xaridor bor, 100 ta mahsulot bor. Sotuvchi nima qiladi? Narxni ko'taradi. Nima uchun? Talab yuqoriligi uchun. Bu joyda konkurensiya kamaydi. U xohlasa $1000 narsani misol uchun $5000 ham sotishligi mumkin. Chunki talabning juda ham yuqoriligi narxni o'sishiga olib keladi. Endi bozor qanday muvozanatlashtiradi? Bozor likvidlik yaratadi. Ya'ni demak, bir mahsulotda talab kamayib, taklif ko'payib ketdimi, past narxlarda likvidlik yaratadi. O'sha talabni qondirishlik uchun, lekin past narxda. Misol uchun tasavvur qiling, iPhone ning narxi aytaylik $1000 bo'ladigan bo'lsa, bu joyda 10,000 ta iPhone bor. 10,000 ta iPhone bor. Hozirgi narxi 1000 bo'ladigan bo'lsa, xaridor yo'qligi sabab bozor pastdan likvidlik yaratadi. Ya'ni misol uchun $800 dan xaridor yaratadi. Mana shu narsa likvidnost deyiladi. Likvidnost degan tushunchani juda noto'g'ri tushunadi odamlar. Bu narsani ko'pchilik stop loss shunga o'xshash narsalar deb tushunadi. Aslida bozordagi likvidnost bu talab va taklif, ya'ni aktivnost. Bozordagi объемlar likvidnost deyiladi. Endi $800 da misol uchun 500 ta likvidnost yaratishi mumkin. Narx nima qiladi? Mana shu xaridor tomonga boradi. Nima uchun? Chunki boshqa xarid qiladigan yo'q. Va shuning hisobi bu agar talab yana yuqori qoladigan bo'lsa, $600 narxida yana likvidnost bo'lishligi mumkin. Narx yana o'sha narx tomon yuradi. Nima uchun? Chunki u mahsulot bozorda ijro bo'lishligi kerak. Bozorga kelgan iPhone sotilishligi kerak. Endi xuddi shuni teskarisi, agar bozorga xaridorlar ko'proq kirib keladigan bo'lsa, bozorda yuqori narxlarda likvidnost yaratilinadi. Ya'ni
yuqori takliflar beriladi. Xaridor esa majbur o'sha narxlarga chiqishligi. Mana shu narsa bozorning asosi hisoblanadi. Bozorning asosi hisoblanadi. Endi bu asosga ko'ra ob'yom ikki turga bo'linadi. Birinchisi bu market ob'yom va ikkinchisi limit ob'yom. Xo'p, market ob'yom nima? Market ob'yom bu hozirgi narxda bozorda, ya'ni bozorda ishtirok etuvchilar hozirgi narxda, ya'ni market ishtirokchilariga narxning qayerda bo'lishligi ahamiyatsiz. Ular har doim tinimsiz bozorda, ya'ni xarid va taklif qiladi. Bu narsa market deyiladi. Rыночный deyiladi, ya'ni ruschasiga. Limitlar esa bular potensial. Bular kutib turadi. Misol uchun buy limit ob'yom bo'ladigan bo'lsa, narx aytaylik, mana hozir dollar indeks $99 tursa, misol uchun 100-102 aytaylik 100 ta sell limit kontrakt poylab turadi. Bular potensial ob'yomlar deyiladi. Ya'ni ehtimoliy desak ham bo'ladi. Bu ob'yom haqiqiy bo'lishligi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Bu faqat kutadi, o'zini narxini kutadi. O'zini narxiga narx yetib borganda market ishtirokchilariga bular sotadi. Ya'ni kimdir bu joyda market buy qilib bu ob'yomni ijro qilishligi kerak. Ungacha bu narx, ya'ni bu ob'yom bozorga ta'sir ko'rsatmaydi. Endi agar pastda bo'lsa bu buy limit, tepada bo'lsa sell limitlar. Bular limit ob'yomlar deyiladi yoki potensial likvidnesslar deyiladi. Endi market ob'yomlarchi? Market ob'yomlar o'sha narxning o'zida ijro bo'ladigan ob'yomlar. Misol uchun, keling shu terminaldan ozgina ko'rsatib ketaman. Aytaylik, mana bu narxning harakatiga e'tibor bering. Mana kichkina time frame ga olamiz. Misol uchun M1 ga. Narxning harakatiga e'tibor bering. Qachonki narx tepadagi ob'yomga uriladigan bo'lsa, mana bu joyda raqamlar o'sadi. Misol uchun, yashil o'sishligi bu tepadagi aslarni ijro qilayotganlik bo'ladi. Mana bular market ob'yomlar deyiladi. Nimaga? Bular narxga eng yaqin ob'yomdan sotib olyapti yoki sotyapti. Misol uchun, pastga sotadi, tepadan xarid qiladi. Bular market ob'yom deyiladi. Nima uchun market ob'yom? Bu o'sha bozorning hozirgi narxidan sirazi oladi yoki sotadi. Endi xuddi shu limit ob'yomlar misol uchun har doim bor. Aytaylik 29700 narxida 82 ta Nasdaq instrumentida sotuv kontrakti turibdi. Endi market borib, mana shu ob'yomga oldiga borib 82 miqdoridagi ob'yomga borib urilsa va buy qilinsagina mana shu narxdan bozor tepaga o'ta oladi. Agar yetarlicha buy qila olmasa, uni o'ta olmaydi. Endi bundan kelib chiqadiki, biz mana shu ob'yomlarni o'rganishligimiz kerak. Marketning harakati va limitning joyini aniqlashimiz kerak bozorda. Ya'ni bozorda limit zonasini aniqlash kerak, limit ob'yomning. Marketning esa harakatini aniqlash kerak. Harakatini. Nega shunday? Chunki marketda zona bo'lmaydi. Market bu harakatlantiruvchi. Narxning harakatini, ya'ni harakat ta'minlaydigan ob'yom. Limitlar esa zona hosil qilishi mumkin. Ya'ni qaysidir narxda ko'p limit qo'yilgan bo'lsa, bu narsalar narxni to'xtatishi, razvorot nuqtasini belgilab berishi mumkin. Endi do'stlar, demak, ob'yomni ikki qismga bo'lib oldik. Birinchisi, market ob'yomlarini biz nimada aniqlaymiz? Birinchisi bu footprintlarda. Footprint bunga особенно volume profile va delta profile kiradi. Yoki bid ask profile. Bu horizontal market, ya'ni misol uchun mana bu volume, mana bu delta profile bo'lsa, mana narxlardagi ob'yomning ijrosini mana shu instrumentdan biz bilishligimiz mumkin. Endi volume va delta. Deltada esa o'sha bid askning
balansi, ya'ni qayerda ko'p xarid, qayerda ko'p sotuv bo'lgan, mana shuni bizga delta profil ko'rsatib beradi. Bu footprint. Endi market объемni yana qo'shimcha sifatida biz delta bar va cumulative delta, ya'ni CVD orqali bilishligimiz mumkin. Demak, market объемni harakatini o'rganishlik uchun mana shu instrumentlarni biz tushunishligimiz kerak va mana shu instrumentlar orqali biz market объемning keyingi harakatini taxmin qilishimiz mumkin. Endi limit объемlarni esa, demak limit объемlarni biz qaysi instrumentlarda o'rganamiz? Birinchisi bu heatmap yoki order book. Keling order book deylik, chunki o'zi aslida bu narsa order book deyiladi. Order book nima? Mana shu limitlar xaritasi, qaysi narxda qanday sell limit yoki buy limitlar turganligini ko'rsatuvchi bizni indikatorimiz. Xo'p, endi keyingi instrumentimiz bu, misol uchun total volume va undan keyingi ya'ni undan keyingi instrument bu bizda ya'ni terminalda indikator yoki birorta o'sha aniqlab beruvchi narsasi yo'q. Bu narsa iceberglar deyiladi. Iceberglarni delta profile demak profil orqali tushunishlik mumkin. Ya'ni bunda bizga birorta indikator, iceberglarni birorta indikator yordam bermaydi. Delta profilda yozilayotgan объемlar orqali iceberg, o'sha zonada iceberg bor yo'qligini biz tushunishga harakat qilishimiz mumkin. Eng to'g'ri yo'li shu. Misol uchun ba'zi bir terminallarda iceberg indikatori ham bo'lishi mumkin, lekin bu juda ham ishonchli narsa emas. Yaxshisi o'sha logika orqali bu narsani bilishligimiz to'g'ri bo'ladi. Xo'p, объемный analizda asosan mana shu narsalarni tushunishlik kerak. Demak, keyingi aytmoqchi bo'lgan narsam, volume analizda faqatgina biz market data provider orqali foydalanamiz. Misol uchun, bu market data provider, misol uchun CME degan birja bor, Amerika birjasi va buning ichida bir nechta birjalar. Ya'ni masalan CME, CBOT, NYMEX, COMEX, ICE, mana shu birjalar, bular ayni mana shu instrumentlar savdosi bo'ladigan birjalar. Bular markazlashgan bozor deyiladi. Markazlashgan bozor nima degani? Misol uchun, oltinning mana shu turi faqatgina shu birjada sotiladi yoki futures kontraktlar orqali sotiladi. Особенно futures. Endi bitta bola juda ham qiziq savol berdi menga, shunga javob berib ketaman. Aytayaptiki, agar объемный analiz haqiqatda shunaqa объемlarni ko'rsatsa, misol uchun qaysi narxda qancha объем turganligini odamlar bilsa, bu qanaqasiga bu bozor bo'ladi deydi, deb savol beradi. Ya'ni misol uchun mana bu joyda katta объем turganligini hamma bilsa, misol uchun milliardlab puli bor odamlar o'sha joydan bitim ochib foyda qilib ketadi-yu, qanaqasiga bu instrument bozordagi qancha qayerda объем borligini ko'rsatishi mumkin. Bu narsaga ishonmayman. Ya'ni объемный analiz bozorda unaqa bo'lishi mumkin emas demoqchi. Ya'ni bu narsa объемный analizni tushunmaslikni bir turi. Nega? Birinchidan, bozorda bu likvidnesslar, ya'ni limitli orderlar bozorni asosiy объемlari deyilmaydi. Boshida aytdimki, limitlar bular potensial объемlar, ehtimoliy объемlar, ehtimoliy. Bu joyda narx qaytishi ham mumkin, bozor ijro qilib ketishi mumkin. Bozorning asosiy объемi bu market объем hisoblanadi. Ya'ni mana bu narxga kirayotgan ijrochilar hisoblanadi.
Buni hech qaysi terminal oldindan aytib bera olmaydi. Hech qaysi terminal obyomning qaysi tarafga yurishligini, narxni yurg'izishligini oldindan aytib bera olmaydi. Buni faqatgina mana shuni logikasini tushungan odamlar bilishligi mumkin. Faqatgina market obyomlar qanday harakat qilishini o'rgangan odamgina bilishligi mumkin. Ko'pchilik bu bookmap ishlatadiganlar yoki umuman mana shu order bookni ochib olib, mana shu obyomdan narx qaytadi yoki swip qilsa ketadi. Shunaqa fikr bor, ya'ni. Ko'rgan narsasigagina ishonadi. Ya'ni bu joyda haqiqatda bitta likvidnostdan tars etib narx qaytib ketadigan bo'lsa, unda trading o'yinchoq bo'lib qoladi. Lekin qarasangiz, o'sha bookmap ishlatadiganlar ham, boshqalar ham yoniga bir dunyo narsa chizib olib, bir nimalar qilib yuradi. Ya'ni potensial obyomlar narxni qaytarish qobiliyatiga ega emas. Men o'rgangan obyomning yo'nalishi, ya'ni obyomning analizida bu zonalarni zona interes sifatida foydalanaman. Misol uchun, narxning aytaylik qandaydir muhim zona buziladigan bo'lsa, keyingi narxning zona interesi yoki borishlik nuqtasi sifatida olaman. Hech qachon bu joydan narx qaytadi degan fikrda emas. Asosiy marketni o'rganishlik kerak. Market agar narxni pastga yurishini xohlamasa, tepaga yurishini xohlayotgan bo'lsa, bu likvidnostlar bizga target zonalar bo'lishligi mumkin. Shuning uchun bunaqa fikr xato, ya'ni bozorda mana bu qo'yilgan obyomlar narxni qaytarib yuboradi yoki qaytarmaydi deyishlik ham xato. Faqatgina bu joyga borganda market obyomlarini kuzatish kerak, uni analiz qilish kerak bo'ladi. Endi keyingisi, xo'p, nima uchun bu obyomlar bizda ko'rinadi? Tasavvur qiling, bu shunaqa softki, mana misol uchun bu market data provider, mana Redmi orqali bizga uzatilayotgan ma'lumot. Bu qanaqa ishlaydi, prinsipini ham tushuntirib ketay. Misol uchun, mana shu soft o'sha CME birjasiga ulangan, ya'ni yoki aytaylik brokerga ulangan. Endi brokerning ichidagi kimdir buy limit qo'yapti, kimdir sell limit qo'yapti yoki kimdir market buy, market sell qilyapti. Mana shu ijrochilarni qilayotgan ishini bu yoqda translyatsiya qiladi. Lekin bozor bitta, umuman global bozor bitta birjadan iborat emas. Bu faqatgina bitta birjadan oladi xolos. Bittagina birjadan oladi xolos. Shuning uchun misol uchun kim agar ishlatganlar bo'lsa, misol uchun qaysidir kotirovkani Binancedan olsangiz yoki qaysidir kotirovkani Bybitdan olsangiz, ikkalasida ikki xil likvidnost bo'lishi mumkin. Bu narsa kuzatiladi. Nima uchun? Chunki bittasi Binancening ichidagi ma'lumotni uzatyapti, ikkinchisi Bybitning ichidagi ma'lumotni uzatyapti. Shuning uchun bular hammasiga ehtimoliy sifatida qaraladi. Xuddi shunaqa bitta birjadan olinayotgan ma'lumotlar bu butun bozorni o'zgartirib yuborish degani emas. Bozor juda ham ulkan. Shuning uchun bu softning o'zi sizga oltin kalit bo'la olmaydi. Buni ishlash prinsipini, buni ishlash logikasini, buni ishlash mexanizmini o'rganishlik kerak. Men juda ham ko'pdan beri obyomli analiz bilan shug'ullanaman. Ya'ni butun fokusimni mana shu narsaga qaratganman, chunki birorta strategiya narxning nega o'sadi, nega o'smaydi degan logikasini hech qachon bermagan. Umuman strategiyalar narxning orqasida nima bo'layotganligini ko'rmaydi. Bular hammasi tarixdan konsepsiya sifatida hammasi o'ylab topilgan. Ya'ni misol uchun strategiyalar hammasi o'zi market struktura ustiga qurilgan. Ya'ni o'sha minimum maksimumlarni yangilanish ustiga qurilgan va bular hammasi o'tib ketgan narxda ya'ni o'shanga qarab olingan narsalar. Endi obyomli analizda bozorning haqiqiy dinamikasi hisoblanadi. Qayerda ko'p market buy, qayerda ko'p market sell va qayerda narx qaytishligi mumkin, qayerda davom etishligi mumkin. Mana shu narsalarni o'rganishlikning faqat bitta yo'li obyomli analizni o'rganishlik. Mana shu narsani tushunganimdan keyin men bu
narsaga bel bog'laganman. Vaqtimni, qancha energiyamni sarflab shu narsalarni o'rganishlikka harakat qilib kelyapman. Inshaalloh sizlarga ham qo'limdan kelgancha o'rgatishga harakat qilaman. Endi do'stlar, videolarimiz 10-15 minut, maksimum 20 minutga moslashgan. Keyingi darsda inshaalloh footprintlarning volume profile, delta profile va mana shular narsalarni ketma-ketlikda o'rgatib borishga harakat qilaman.